Hürmetli vatandaşım, vatandaşlarga Angliyalik aktor Charles Bolger yazıp kaldırgan Yaqub'ning tercümalını tünigen sizlarga sözlep berip yoki o'qib berip kelgan yerdan boshlaymiz. Ammo o ishni amaliyotdan 10 necha yil burun mo'lcherlab qo'ygan edi. Yaqub o ishni amaliyotdan 10 necha yil burun mo'lcherlab qo'ygan edi. Yaqub o'zining kuchini yoki omadini ustun chog'lagan taqdirdami? Lekin o ilgari o'zini mag'lub qilgan kishilar uchraganda xavfga uchramayman deydigan darajada emas edi. Shunga uning birinchi maqsadi jungoliklar kelganda taqobil turish uchun o'zining barliq kuchini to'plab mustahkam bir guruh shakllantirish edi. Lekin Yaqub olti shaharni bo'ysundirgan Bozorxonning tug'i atrofiga to'plangan xilma-xil odamlarning biri-biri bilan petisholmay inoqsiz o'tayotganligini ko'rib, milliy bo'linishning reallik ekanligini cho'nqur his qildi. Shunga o boshqa jihatlarda o'zining mayli g'alaba qilishi yoki mag'lub bo'lishidan qat'iy nazar Anjallik bilan Tungallarni, Qashqariyaliklar bilan Xitoylarni ittifoqlashtirib, unumli bir butun gavda qilib chiqishga qat'iy bel bog'ladi. Bu oddiy g'oya emas edi. Ammo bunda kelişelmeydiğin terkiplerini keliştiriş için tömürdek qattiq siyaset yürgüzüşke doğru geletti. Yaqub bunda siyasetin yürgüzüşten kılç korkmaydı. Lekin o muşu vazifini urullap bolgan çağda özünün onunla bergen bedelinin bek köp bulup ketkenligini sezdi. Devletin nüfusu ve baylığı burunqi her qandaq vaqtkidan tüvellep ketken idi. Ama 1866 yılının 5'ida o keyinki noktadan gumallanmadı. Esinizde bolsun ki bu çağda Yaqub Beg'nin Qashqariyadagi muvaffaqiyatlarga Qo'qon hukumatinin öz hissdaşlığını aksicha so'zlashtirib qo'yganligi ajablanarli keldi. Bunu Xudoyorxonning onunğa bolgan ölçmenligi bilan tushundirish mumkin. Chunki hozir Yaqub Beg'ning taxti mustahkamlanganlikdan Xudoyorxon burun o'ziga necha qatim osiylik qilgan bundaq fuqarosini albatta yaxshi ko'rmaydi. Ammo bu ishni yolg'iz bundaq hissiyat qilib dengab qo'yg'ili bo'lmaydi. Onu çoğum cho'nqurroq va shaxsiy munosabatdan boshqaroq taraflardan tushuntirishga to'g'ri keladi. Biz Osiyodagi kichik xalqlarning tarixiga qaraydigan bo'lsak, ularning ichida birasi o'zining harbiy mahorati yoki rahmdillik siyosati bilan qurdoshlaridan eshib ketsa, boshqalarning uning hasadxo'rlik qilgan va o'g'ri qo'llaganligini ko'ramiz. Albatta Asiyalıklarının karakteri mahiyeti manamaya diken de vatandaş. Dervaqe bula arsız iktidar ve batırlıkta başkalardan alaylı üstün turduğallah naiti az. Mübade bireyle bu cihette başkalardan eşip geçse, koşluları ona xatarlik yol tuttuğu dep yakalaydı. Derhal ucuktırattı. Yoki onunla qarıştırattı. Bu xil odat toki bizning davrimiz kadar davom qilib keldi. Vah. Rossiya Osiyada elib borgan uzun muddatli urush jarayonida ma'lum ishki davlatning mayli ular qancha kichik bo'lsin birlashib o'rtaq dushman Ruslarga birlikda qarshi turganligini zodili ko'rmadik. Qo'qonliklar azaldan Buxoroliklarga yoki Xivaliklarga yordam bermaydi. Afg'onlar yoki Qashqariliklarmi Qo'qonliklarga yordam bermaydi. Hattangay, Allah tarix.
Şundaq aytishga bo'ladiki, qo'qonliklar ruslarning haybisi oldida bir-birlab mag'lub bo'lg'ili turganda, boshqalar xuddi bokschilar maydonidagi an'anaviy sharafni esida tutgan kishilarning tomoshachilarni qoyil qilg'idak usulda betaraf turg'anidak betaraf turib keldi. Lekin ular buning badaliga o'zlarining mavjud bo'lib turish huquqidan mahrum bo'lib qoldi. Ajab abzasgina vatandosh. Ularning chavandozlar qoidasiga amal qilish yuzasidan emas, balki bir-biriga bo'lgan o'sh tilda kelib chiqqan bunday qiliqlarining oqilona bo'lgan bo'lmaganligiga bir nima deyish ta'sir. Yoqubbek o'zining Qashqariyani birlikka keltirish haqidagi xomxiyolini amalga oshirishdan burun oldi bilan bunday ishtitorliq va qizg'anchiqlarni jazman yangmasa bo'lmaydi. Vah. Demak, uning yo'lida qatma-qat qiyinchilik turadi. Agar ozroq utuq bilan qanoatlanadigan bo'lsa yoki ortiqcha nafsiga mollik qilsa, qo'lga keltirgan hamma narsadan ayrilib qolish sababimi, xavfimi bor edi. Mushundaq sharoit duch kelganda eng botur kishimi bir qarorga kelolmay tamtirab qoladi. Bu Charles Bolger degan tarixchilar emas. Psixolog ekanjima, psixolog, ruhshunos ekan bu, ruhshunos. Kelolmay tamtirab qoladi yoki eng kaskin kishimi nima qilishini bilolmay, oxiri bir qarorga kelishga majbur bo'lgandilar, harakatga kelgan bo'ladi. Yoqubbek bir qancha oygacha keyingi qadamda nima qilishini bilolmay qoldi. 1865-yili o yerken qilgan eng oxirgi bir qatimliq hujumidan burun oldi bilan moral beshini besib oldi. Mushunda qilganda Oqsuv bilan yerken arlig'idagi qatnashga kapolat qilg'ili bo'libli qolmasdi. Oqsuv bilan Xotan arlig'idagi qatnashga kapolatlik qilg'ili bo'ladi. Yenisarning sharqiga 200 mil keladigan bu istehkom burundan tortib intayin muhim o'rinda turib kelyapti. Boshqalarning aytishicha Yoqubbek bu istehkomni nihoyat mustahkamlab olgan. Yoqubbekning bu muvaffaqiyati uning Oqsuv bilan kuchog'idan kelgan tungallarni Yenisar atrofida mag'lub qilgan zo'r g'albisning mangu natijasidir. Keyingi janglarda bu natija uning yon qanotini unumli qo'g'dab qoldi. Ammo Yoqubbek besib olgan bu qal'aning muhimligi uning o'z diqqatini janub tarafdagi shahar Xotanga qaratgan chog'da texmi o'zini ko'rsatdi. Yoqubbek mushu chog'da o'zining diqqat e'tiborini, o'zining hukmronlik huquqini janubdagi toki Qaraqurum va Ko'ylin tog'lari qadar bo'lgan joylargacha kengaytirishga to'liq qaratdi. Endi bu tog'lardan boshqa joylarda uning dushmani qolmagan edi. Xotanda Jungo hukumat doiralari og'dirib tashlangandan keyin Habibullo Mufti oliy hukmron bo'lib kelyapti. Va mushu shaharga va mushu rayonga hukmronlik qilgan mezgilda bu yerga ancha ovora bo'lmaydi, tartib o'rnatdi. Ko'pchilikning esida bo'lishi kerak, Yoqubbek dastlabda Qashqar atrofida g'albini qo'lga keltirib, uzoq o'tmay tunji qatim Yarkanda paydo bo'lganda, yarkanliklar Yenixijining xonlik saltanatini e'tirof qilgan xotanlik Habibullo Muftimi ularning orqasida shunda qilgan edi. Bu hukmronning Yarkan urushi mezgilidami o'ziga munosabatli kishilarga boshqacha qarashda bo'lganligini anglamadi. Darvaqa o bu rayonlardan yiroq turadi, lekin bu Xotanning nima uchun Qashqar vaziyatining taraqqiyotiga beparvolik qilib turganligini tushuntirib berolmaydi. Habibullo Mufti bundan ilgirki vaqtda bunday pozitsiyasi bo'lgan emas.
Buningdan Xotanning Qashqarda yangidan qurilgan xo'jalar xalqiga bak itoat qiladiganligini ko'rib olish mumkin. Yoqub Yarkandan januba qarab ilgirliganda Habibullah Mufti bu istilochining qarorgohiga darhol vakil avatdi. Ular o'z loyig'ida kutib olindi. Lekin Yoqub Habibullah Muftiga ishonmaydi. Yoki o'chmanlik saqlab kelyapti. Yoqub o'zining bu niyatini yoshirib, haliqi Muftini o'zining qarorgohiga chillab kishi avatdi. Bu Mufti Yoqubning o'z elchisiga do'stona muomala qilganligi oldinib ketib, urug' tuqqanlari va hamrohlarini boshlab Qashqarlik bu generalning qarorgohiga keldi. Aytilishlar qaraganda dastlabda ularga intayin izzat ikrom ko'rsatilgan va do'stona muomala qilingan. Ularga katta ziyofat berilgan. Esil to'n kiygizilgan, lekin ularga ko'rsatilgan bu shon sharaflar faqat ishni oxirlashtirish murosimining muqaddimasi edi. Ular kashlik, ziyofat ustida qurolsizlantirildi va sirtqa elib chiqib o'ldirildi. Hem Xotan shahriga bir qancha tarafdan tangli hujum boshlanib ketdi. Shundaqda hujum qilguvchilar uzoqcha qarshilik qo'shirdi. Atliq G'ozining qattiq g'azablangan askarlari hamma qarshilik oyoqlashgandan keyin uzoqcha to'xtamay qirg'inchilik qildi. Yoqubning bu qatim harakatiga asosli jinoyatni kechirish zodala mumkin emas. Agar o ma'rifatchilik, o ma'rifatlik Yevropa